Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Toyota Prado mashinasi. Lekin mashinamiz juda ham noyob. Sababi mashinamizda полный 300 ga qilingan. Okalar, mashina proyekt 80% bitgan, 20% ni bitirib olsanglar bo'ladi. Mashinaga yaxshigina pul tiqib qo'yilgan. Narxi ham xudo xolisa juda ham yuvosh. Mashinamizning informatsiyasini aytib o'taman. Yili 2000-yil, metan gazga ruxsati bor texpasport bo'yicha ham Prado mashinamiz ofitsialniy rastamoshka bo'lgan. Probegi 449 ming kilometr bosib o'tgan, 207 motori, ходовой, korobkasi xudo xolisa yaxshi. Mashinani полный kosmetika ishlari qolgan. Narxini ham sira aytaman. Narxi 8000 AQSh dollari, shunaqasini eshitganmisizlar. Toyota Prado yana 300 ga qilingan. Mana qaranglar, derskiyligini, diska balonini o'zini 2200 dollarga olishgan ekan. Oldi bamferi полный restyling. Spoilerlargacha farasini o'zi ham palon pul turadi. Takoy lazerning optikaliga o'xshab turibdi. Kapotlarimiz ham palon pul turadi. Kapotlarimizni takoy pat karbon plyonka tortib qo'yilgan. Bokovoylar, hattoki tepadagi dugalari ham yonadi. Juda ham chiroyli. Mashinani aytib o'tganimdek, bamferlarda mayda-chuda qirilgan joylari bor. Xo'p, eshigida mayda-chuda qirilgan joylari bor. Eng qizig'ini aytaymi, tonirovkasigacha ruxsati bor mashinani. Mashinaga pul tiqishgan, sal finans yetmay qolganligi uchun majbur sotishdi va narxi juda ham arzon. O'zini tan narxi ham emas, mashinaning eng qizig'i. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli optikali. Mashinamizni 207 aytib o'tganimdek 4 ta silindrli, metanga ruxsati bor. Endi sizlar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Interyer takoy lёгкий. Interyerini ko'rsanglar bo'ladi. Multifunksionalniy rul qo'yib qo'yilgan, palon pulga. Tesla monitor qo'yilgan, hali ulanmagan. Razdatkalari, skoristlari, ruchnoy tormozlari ishlayapti, stiklopodъемniklar, bokovoylarni boshqaradigan rejimlar. Takoy minimalizm. Saloniga sal mehr berib yuborish kerak. Zato narxi 8000 dollar. Toyota Prado 300 ga qilib qo'yilgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana qaranglar, 8000 dollarga gulmi? Bosish kerak buni.